topdingiz. Serxio Ramos 3-uchrashuvda 2-golni uryapti. Bosh bilan hali ham xavfliligini ko'ryapmiz. Qarangda, sobiq yulduzlar, jahonni titratgan yulduzlar qaysidir klublarda qaragan paytida faoliyat yuritishsa, qaysi chiziqda ko'proq o'ynaganliklari bilan dong qozonishlari mumkin yoki o'zlarining yaxshi jihatlarini namoyish etishlari mumkin. Misol uchun hujumchi bo'lsa, sof hujumchi bo'lib o'ynaganlar qaragan paytida qiynaladi. Chunki uning tezligi ketgan bo'ladi va tabiiyki jarima maydonchasi ichidagi hattoki gol sezish qobiliyati ham kamaygan bo'ladi. Yillar o'tib bu narsa unutiladi. Yarim himoyachi bo'lsa, o'rtada turib, Busketsga o'xshab turib, to'plarni uzatib turadigan futbolchi hozir ham Inter Mayamida bemalol o'ynayapti. Ya'ni ko'rsangiz Buskets hech qanaqa qarimagandek tuyuladi. Chunki tezlikka ehtiyoji yo'q, o'zining ishini turib ham bajaradigan o'yinchi. Shuning uchun Buskets normalroq, misol uchun Suaresda ozgina muammolar ko'zga tashlanayotganini ko'ryapmiz. Chunki Suares hujumchi tezligi bilan dong taratgan tezligi bilan muxlislarni o'ziga jalb etgan, o'sha tezlik yo'qolib qolgandan keyin g'alatiroq ko'rinish hosil qiladi. Misol uchun Messi aql bilan o'ynayveradi. Messi yana 1-2 yil xuddi Busketsga o'xshab turib, o'rtaga qaytib turib, o'zini yuveliri pastlari bilan ham tirikchilik o'tkaza oladi. Cristiano Ronaldoda qiyinroq. Ronaldo hujumchi, sof hujumchi, lekin Ronaldoning bitta yaxshi jihati bor. Uni misol uchun tezligi kamaygandir. Fintlari oldingidek emasdir. Lekin ikkinchi qavatda zarba yo'llash hali ham o'sha va ikkinchi qavatni to'sib qoladigan kuchi yo'q. Agar to'p aniq uzatib berilsa, Ronaldo ikkinchi qavatda gol ura oladi. Mana shu jihatiga qarshi havoda to'sqinlik qilib bo'lmaydi. Juda bo'ydor futbolchi kesmasa yo'lini, boshqa iloji yo'q. Ronaldo yaxshi hududga chiqsa, to'pni normal uzatib bersa, bo'ldi, gol bilan yakunlanishi mumkin.